Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Ömer. Birinchi qism. Ikkinchi bob. Ulug' fazilat bo'lmasa, ulug' odam bo'lmaydi. Romin Rollan. Har kimning tili tatliq, go'zal bo'lsa, do'stlari ko'p bo'ladi. Qabusnoma. Tabiatning sanatkor qo'li dalalarga yeshil rang bergan. O'rmonlar yiroqdan go'yo yomg'irda yuvilgandek to'q yeshil rangda ko'rinadi. Dal daraxtlar bahorda bakrak yeshil bo'lamdu yoki qishicha qaqshal holatni ko'rib o'rgangan ko'zlarga tabiatning bu yangi asri shundoq yeshil ko'rinamdu. Aytavur bahorda sugatlar go'ston bo'lganda shunchalik pokiz ochiq ko'rinadi. Tuproqdan bahorga xos puroq keladi. Yeshil rangda bo'yalgan zemin, yakan daryo vodisi toki ufqcha tap-takshi so'zilib yotadi. Qog'liqdan keyin yilqichi tarafdan chiqqan xichir qo'shgan harva agri bugri yiza yo'lida to'pa to'zitgan holda shimolga qarab keladi. Harvada chet el posonda kiyingan 3 kishi, yerlik kishidan ikkisi va harvikash bo'lib 6 kishi qistilishib o'ltirishadi. Harvakash 25 yoshlardan halqıgan, ammo ko'rinishidan 30 yoshlarda ko'rinadigan yigit edi. Uning o'roq yuzi safar changlari bilan oqarib, texmo judan ko'rinadi. Biroq uning bir jup ko'zi Uyg'ur yigitlariga xos sho'qliq bilan o'ynab turadi. O'ng tarafda uning bilan yonishib o'ltirib, bir putini sho'tiga ilib olgan oq sariq, mangzi qizil, yumaloq yuzlik, qanshirning ostiga kichikkina burut qo'yib olgan. Ko'zlaridan aql farosat nuri chechilib turgan, oq shlapa, surrang kostyum burilka kiygan 30 yoshlar chamsidagi kishi Arvakash bilan suhbatini uzildirmay keladi. Ularning orasida bir-biriga qiyo bo'lib, Arvani yeni tarafdan putini sangiltib, yuk taqlar ustida o'ltirgan ikki kishining biri surrang shlapa, ochiq yo'lliq raqtin kostyum burilka kiygan, kostyumi bilan moslashtirib, yipak galastuk taqgan, putiga ingliz o'tigi kiygan, intayin salobatlik, semiz, qovul, jiddiy ko'rinadigan 35 yoshlar chamisidagi kishi edi. Yana biri bo'y basti kichik, burut qo'ygan apandiga o'xshib ketadigan, ammo chehrisi tutuq, quyuq qoshlari ostidagi yo'g'on ko'zlaridan ig'ir g'amkinlik chiqib turgan 30 yoshlar chamisidagi kishi edi. Arvining orqa tarafida bir-biriga yondashgan holda safar yo'nalishiga orqasini qilib, Arvadan putlarini sangiltib o'ltirgan ikkilan chakmandan chapan, matadan ko'ynak, putlarga ko'nrab ketgan ko'k cho'roq kiygan, 20 yoshlardan sal halqıgan dehqon yigitlari edi. Ularning vujudida yoshlik hayotiy kuchi urg'ub turadi. Ko'zlari bo'lsa orqada qilayotgan manzaraga tikilgan edi. Bular ashu chet elcha kiyingan janoblarning mulozimlaridek qiladi. Memtili efendi ajoyib kishi ekan juma, dedi mulozim yigitlarning biri. U beshiga cho'chura badam do'ppa kiygan, qiliqlardan sho'xliq chiqib turadigan, to'la gap qiladigan yigit edi. U texicha qishning tabarruki bo'lgan uzunchoq oq tumig'ini tashlamagan, amriga arvikash bilan qizg'in suhbatlashib ketayotgan kichik burutliq kishini ishora qilib davom qildi. Bek chiqishqoq odamkan, arvikash bilan birdamdala qadinas bo'lib ketdi ya. To'xtajikam yerib bo'lolmayla qapti, dedi tumaq keygini javoban yuk taqlar ustida o'ltirgan semiz qovul kishini imo qilib. Ularning butkul safar jarayonida qilg'udek gapi qolmay, amdi janoblarni baholashga boshlagan edi. Do'ppiliq yigit gapning uzilib qilishidan ansiragandek davom qildi. Ahmad apandig'u gapni pulga sotadigan odamkan, mugdablanmangdi. Hozirga kelgicha biror ig'iz gapini anglag'anim yodimda yo'q. Bu gap chehridan g'amkinlik chiqib turadigan qo'yuq qoshliq, yo'g'on ko'zli kishiga qartilgan edi. Nim deyishyapsizlar yigitlar, deb so'radi to'xtaji, chala yumib olgan ko'zlarini ichib, yigitlarning nima deyishyotganiga qiziqib emas, zerikkanligidan suhbatga qo'shilishga qiziqayotgandek qiladi. Shunga u yenidiki hamrini noqidi. Ahmad apandi, ko'zlarini ochsala, uxlaveramla deyman. Ahmad apandi ko'zlarini ochdi va beshini chayqab qo'ydi. Bu uning uxlamadim degani edi. Mulozim yigitlar to'xtachining parang qilib mang'usi kelib qolganligini sezib, biz avu Mamtili apandini deymiz ya, bak chiqishqa qiziq kishi ekan, Arvakash bilan birdamla asra bo'lishib ketdi, dedi.
Bu uning vatanga qaytib kelganidan xo'shliqini ichiga patqizolmay qilayotgani, ya'ni kelib Harvikash askar bo'lgan yigitgan emasmi? Uningdan inqilob haqida so'rab tinmay ketgani shu-da. Mulozim yigitlarga vatan atalmasi u qadar tunishliq bo'lmasimi, yurtni ko'zda tutayotganini bildi va bu so'z madaniy tuyuldi. Sizlar-chu to'xtajika, yurtga qaytib kelganlaridan sizlar xush bo'layotgandilar. Mənmi xoş, biroq mən bu ikki apandidek vatandan ayrılğılı uzoq bo'lganlardan emasda. Mən soda ishi bilan hamisha kelib berib turman. Manga hamma yer qo'g'illiqni yo'li bo'lib ketdi. Mamtili apandiga vatandan ayrılğılı 7 yilcha bo'lib qolgan edi. Ahmad apandiga texmi ko'p bo'ldi. Әмісә Ahmad apandi nimishga jimla mugdab o'ltirdi. Bu do'stimiz hamon shundoq, deb chaqchaq boshladi To'xtaji. Bu olamni to'pon bassa ho'shqiga olmaydiganlardan, ichidan pishqan sir bermas degan shu. Mamtili apandini odam do'riya olamdigan, u degan bir parcha o'tda. To'xtaji yenidan sigar chiqarib, avval Ahmad apandiga tutdi. Cheklari kelgandi, uyqulari qochdi. Bir tal cheksizlar. Ondan Mamtili apandiga tangladi. Chekvolsizlar apandi, nemanchilar tugmagan gap bu, dedi chaqchaq qilib. Orqadan mulozim yigitlarga tangladi. Ulardan do'ppilik yigit hozirgacha tartinib, apandilarning chekadigan narsasini olmagan edi. Endi sigaretni ilib chekdi. Qaltis nima ekan bu? Shu bir qopchiqi qancha pul shuning? deb so'radi u hammaga qiziqchi ko'zlari bilan qarab. To'xtachi uningga sigaretning narxini Qashqar pulga sundirib aytib berib edi. Yigitning qoshlari o'ynab ketdi. Voh, yerim chorak qo'noqning puli ekan. Mamtil apandi sigaretni ilib tutashtirib olgandan keyin do'stiga adab bilan rahmat aytib kulib qo'ydi va yana Harvikash tarafga qayrildi. Uning ko'zlarining nurliq chaqnashi, qizillik tepgan yuzlaridan doimiy tabassum yig'ib turishi uningga bu uzun safarning hech qancha ta'sir qilmaganligini bildiradi. Shunda qilib, janglardimi bo'ldim-da, dedi Harvakashning ko'zlariga tikilib turib, yiqimliq tabassum bilan uning gap so'zlaridagi ohangining yiqimliqligi, chiroyining iliqligi har qanday kishida shu anlab bir xil yaqinlik tuyg'usi paydo qiladi. Kulimsirganda ko'zlari sal-pal yumilib, o'ng ko'zining quyruqidagi bilinar bilinmas tatuq yumilishdan hosil bo'lgan tala turuklar orasida ko'rinmay qoladi. Bundaq kulimsirishi va shu chog'dagi ko'zlarining yumilish holati bakmu yiqimliq edi. Ha, dedi Harvakash. Xotandan Qashqarga qarab mangan islom qo'shini meni askarlikka ilib mangan edi. Yakanda jangga qatnashdim. Dastlab toza qo'rqdim. Keyincha ancha qo'rqmaydigan bo'ldim. Ammo qilgan ishimizning hech tutami yo'qdak, u yon sekildab, bu yon sekildabla yurimiz. Mushundaqlam tayin yo'q o'lib ketsam, ormanda ketmay deb uyga ketishning ipiga tushdim. Qanday qaytib keldingiz? Qochdingizmi ya? Ha, qochdim, dedi Harvakash va orqadanlar davom qilib. Bu yil qishda Xo'ja Niyoz hoji Mahmud Sijanglar Qashqarga keldi. Bu chog'da biz yangi hukumatning askarlari Amir Soyib Nur Muhammadning boshchiligida yangi shahardagi Chuloq Zixoy bilan urushayotgan edik. Xo'ja Niyoz hojilar kelibla yangi shahar urushiga qatnashdi. Majansanglar ojizlashib bel qo'yibtay deganda o'rislardan yengilib, Urumchi tarafdan chekinib kelayotgan Mafu Yuan, Mashiminglar kelib qoldi. Shuning bilan yangi hukumatning amaldorlari har tarafga tizib ketdi. Sabit Damulla o'zining sipohlari bilan Yingsarga qochdi. Bizdek oddiy soltaklarning bir munchisi Xo'ja Niyoz hojining qo'shiniga qo'shilib, Fayzivot, Maralvishi atrofida urush qildik. Oxiri Tungallarning jimi odami Urumchi tarafdan kelib avib ketgachga Xo'ja Niyoz hoji ozroq askar bilan otish orqali Soyizga ketdi. Bilarmanlarning aytishicha Soyizda to'xtamlashib qo'ygan qurollari bor kelmish. Bir qismini Oqsudagi vaqtida olgan ekan. Ba'zilar uni Tungallardan qo'rqib qochib ketdi deydi. Ish qilib u Soyizga ketgandan keyin ipini keltiralganlarimiz Xudoni bir deb jonni ilib qochdik. Kelsam uy vaqamni hodin qochgan, yodin qochgan askarlar quruqtab qo'ygan ekan. Shuning bilan haqqa yolinib ishlab jon beqib yurdik aka. Qaytib kelgandan keyin nimlarni oldingiz? Har xil paranglarni anglab turdik. Bilginingizni so'zlagach mamamsiz. Tunganlar qayerga keldi? Yakanda bormi? Ba'zi xalqning parangiga qaraganda Yingsarda bor o'xshaydi. Yana bir xil ko'ch parangida yakangimi keldi deyishidi. Lekin yaqinda Qashqarga berib yongan bir yurtligimiz
Yenişehirden başqa yerdə tungan görmedim deydi. Qaysi rastken tang iş qilib yakanga kirishmisizlar. Chimdudan Kachonga o'tib, Kachondan Utturla Ko'kravatqa o'tib ketisizlar. Bo'lmasa tunganlar askarlikka tutib oldi deb o'ylamsiz? Deb so'radi Mamtili apandi chaqchaq aralash. Hech nim deb bo'lmaydi ya, dedi Harvakash astoydillik bilan. Bu haq bir balokan ya. İmani bar degan bilan ajabla bag'ri qattiq haqkan. Anglasak mushu 2-oyda Qashqarda shundoq qatlam qiptimishki, odamlarning qini bilan ko'chalar chiliq-chiliq bo'lib ketibdi. 2-oyda nimishga? Amaliy ahvolni bilmayman. Mening anglag'inimmo shunchilikla. Er kishini jang yaratgan deydigan gap bo'ladigan. Siz yosh turibla askarlikdan qochibsiz-ku. Gaplarini qarasla, bekardan bekar jonni dog'i tikib beradigan sarangmiman. Bekun bo'lsa-mu, kunning sirqini ko'rmaylimi? Arvakash dehqonlarcha nodonlik va ko'zi kichiklik bilan shundoq degandan keyin yana o'zini oqlab, dedim ya, biz ya u haqning qilayotgan ishini bilmasak, ya foydasini ko'rmasak, birdam uning bilan so'qishing, birdamdila birlashing. Tazmu ati-mati yo'q ish-ku u. Behuda ketmamdi o kishi. Mamtili apandi uning so'zlaridan bir haqiqatni tushungandek bo'ldi. Dehqon yigit uni hayron qoldirdi. Demak, aniqlab qilganda bir necha odam o'zlari bilginichila ish ko'raversa, oddiy askarlar hech narsani uqmasa, ularda angliq pozitsiya, jonfidolik bilan jang qilish ruhi bo'lmaydiganligini his qildi. Askarlikda yurib, xili ko'zingiz ichilib qopti jumo inim, dedi Mamtili apandi do'stona kulimsirab turib. Qalislar Yakan daryosiga kelib qoldik. Oldimizdagi yurt Chimdu. Chimduning orqasida Yakan daryosi. Har birlari bilan mushu yerda xo'shlashimiz. Mushu yurtdan qiyiqcha tepib, Kachon tarafga ketgili bo'ladi. Chig'imda, dedi Harvakash bir kujum mahallaga yaqinlashganda. Voy apandilar, dedi Mamtili apandi orqasiga burilib. Manzilga kelib qoldik. Uxlab qolmaysizlar? Uxlamadik, deb avval javob berdi orqadagi yigitlardan biri. Hojim, o'zingizni qandoqroq his qilyapsiz? Simiz odamning ish tasqo deyman, deb chaqchaq qildi Mamtili apandi to'xtachiga qarab. Andin Ahmad apandiga burilib, sizchu do'stim, xiyollaringiz bilan obdan mungdishib olgansiz. Shundoq, Tavfiq, dedi Ahmad apandi o'ziga xos g'amkin kulimsirishi bilan Mamtili apandiga. Andin yana shuklab ketdi. Sizlar kelmay turiblar nurg'un ahvol bilan tanishvallar, dedi to'xtachi. Amdi Qashqarga borgacha bizga so'zlab berilajimi? Albatta shundoq bo'ldi-da. Buningsizmi yo'l tugmaydi. Vo, dedi Harvakash otlarga xitob qilib, mahallaning dastlabki uylariga kelgandilar, otni ostiltishga boshlab. Tushimizmi inim? Bilmagan yerni o'y chunquri to'la debdikan ya. Yana kelib, bu degan tazmu ansiz yillarda mushu yerda xo'shishimiz. Men bu yerda birasining uyida otlarimni chaldirib, orqamga yanay. Bo'lsa-ku Qashqargacha billa borsam yaxshi bo'ladi. Kunishib qoptikanmiz. Arvakash rastilla yaqin qarindoshlari bilan vidolashish oldida turgandek, ko'ngli yerim bo'lgan holda dedi. Har birlarining xizmatida bo'lolmadim. Xafa bo'lishmay, rozi qilishala. Sizni avar qildik inim. Rahmat sizga, dedi Mamtili apandi. Harvadan irg'ib tushib. Tushayli apandilar, yordamchaymi hojim, dedi u to'xtachiga. Ham ittikla uning qo'ltig'idan tutib Harvadan tushishiga yordamlashdi. Mulozim yigitlar chamadonlarni bir-birlab tushirib, bir tal badirni baldoq qilib, tutqichlardan o'tkazib ko'tirib mandi. Apandilar qo'l somkalarini elishib, Harvakash bilan xo'shlashdi. Mamtili apandi Harvakashning do'stonalik va yaqinlik bilan qayta aytgan xo'shishi so'zlarini anglab bo'lib, uningga yaxshi tilaklarni tilagandan keyin Hilal ay surati tushirilgan Dora somkasini tasmasdan mursiga artib, qo'l somkasini bilkiga o'tkazib olib, o'zi go'yo mushu yiza kishisidek eng oldida yo'l boshlab, yinik qadamlar bilan yurib ketdi. Mamtili apandi amdila dunyoga ko'z ochgan boladek atrofga to'ymay qaraydi. To'xtachi mulozim yigitlar bilan paranglashqach kelatdi. Ahmad apandi bo'lsa hech qanday mavjudotni sezmayotgandek, hech yoqqa qarmay beshini tuvan solganicha kelatdi. Bahorning kelishi bilan yomg'irdan keyingi bog'chidek go'zallashgan yizalarga, agri bugri yiza yo'liga, pakar uylarga,
Sazlıqda bulturdan qalğan quruq otlarni qidirib otlab yurgan padalarga qaragan siri kishiga yeni va rahat baxsh tuyulatdi. Havomu o'zgacha sap, namxush edi. Yo'lovchilarga eng avval uchragan odam 10 necha yoshlardagi bir o'g'il bola bo'ldi. Bola g'alita kiyingan mehmonlarni ko'rib, balalarga xos qiziqishi bilan birdam qarab turdi va ularning yaqinroq kelishini kutmayla orqasiga buraldi. Qochma o'g'lim, dedi Mamtili apandi otalarcha mehribonlik bilan sug'urilgan ohangda. Biz yomon odam emas, sendan birsini so'rmoqchimiz. Kimni izlayla? Dedi bola orqaga burilib mo'ldirlab turgan ko'zlarini mehmonlarga tikib, shundoqla asta yiroqlashgach, uning beshida yog'lashib ketgan shapaq to'ppa, uchisida ko'k bo'yalgan mata ko'ynak, tambal bar edi, puti yalangoyoq edi. Biz daryodan o'tmoqchidik. Qiyiqchi bormi? Daryodan o'tkazib qo'ysa pulni jiq beratdiq. Bolaning sabiy qalbi mehmonlarning yomon odamlar emasligini fahmlab, qadimini to'xtatdi. Mamtili apandi bolaning yiniga kelib, to'ra somkasini u mo'risidan bu mo'risiga yo'tkib olgandan keyin yanchuqidan bir necha tal kamput chiqarib uningga tangladi. Ma, yegin, tatliq narsa, dedi u ko'yimchan otalardek. Yana qo'rqyotamsan? Yo'q, men degan hech narsadan qo'rqmayman ya, dedi bola mag'rurlik bilan. Men degan bir qitim poskamdan bu yerga chiriklar kelganda tomning keyinda turib cham otgan temtixi. Ha, balli. O'g'il bola degan mana shundoq bo'lishi kerak. Shundoq-ku, apandilar, dedi Mamtili apandi hamrohlariga qarab, ondan yana bolaga qarab. Sen botur bola ekansan. Biz tanishib qo'yayli. Mening ismim Mamtili. Sizning isming nima? Deb so'radi. Itimmi? Itim Sulaymon. Ha, mana tanishib qoldik, dedi Mamtili apandi Sulaymonning beshini siylag'ach ketavetib. Sulaymon, bizga qiyiqchini tep bera olamsan? Mening dadamning qiyiqi bor ya? Aşağıda beji qo'ltiqqa bog'liq. Shundoqmi? Bizning uchrashishimiz xosiyatli bo'lgan ekan-da. Safarimizning oldi yarashdi, birodarlar. Endi bu kichik do'stimiz dadasiga tanishtirib qo'ydi. Shundoqmi, Sulaymon? Ha, dedi Sulaymon qat'iylik bilan. Dadaning ismi nima? Tudaxun. Bola birdamdala bu illiq tog'alari bilan chiqishib qoldi. U hatto Tavfiqning dora somkasini ko'tirishib bermoqchimi bo'ldi. Biroq Mamtili apandi uningga rahmat etib rad qildi. Sen buni ko'tarolmaysan, o'g'lim, dedi u mehribonlik bilan. Ondan bolaning ko'ngli uchun qo'l somkasini berdi. Buni ko'tarib olsangmi, cho'ng yordam qilgan bo'lasan. Bola somkini ilib, o'zini cho'ng bo'lib qolgandek his qildi. Bu chaqda ularning orqasidan kelayotganlar Mamtili apandining chiqishqoqligidan havaslangandek bir-biriga qarab kulishib qo'ydi. To'xtachi Ahmad apandiga qarab, Tavfiqqa ham havas qilaman, ham hayron qolaman. U xuddi 10 necha bolaliq oilaning otasidek yonchuqidan tatliq turmalarni uzmaydi. Haq bilan birdamla chiqishib ketadi. Agar menmu bolalarga tatliq turmalarni bersam, ular oldida qochdi. Yanila do'st bo'lib qola olmayman. Mengu otq chiqqan boyning o'g'liman deb cho'ngchilikmi qilmayman. Shundaqdimi qiyosimcha kishilar meni takabburroq ko'radigan o'xshaydi. Tavfiq bo'lsa tamoman boshqacha odamkanda. Uni menga qaraganda obdanroq tushunila haqiqatan. Men degan sizlarga texi yaqindala qo'shilib qolgan odam. Biroq munosabatimiz odatdagi safardoshlikdan o'tib, necha yillik qadinaslardan bo'lib ketdik. Bu Mamtili apandining allaqandoq sirliq kuchidan bo'lgan gap. Bu odamda nima maqsad borki? Ahmad apandi o'ychan kulimsirab qo'yuq qoshlarini himirtib qo'yib, uning qalbi pokiz, notiqlik san'ati hammadan karomat. U kimga qandoq so'zlash kerakligini nihoyat obdan biladi, dedi. Ikkisi do'stiga havas bilan qarab jim mingishdi. Bu chog'da Mamtili apandi Sulaymon bilan paranglashib ketyotdi. Maktabda o'qimsan? Sulaymon beshini chayqadi. Mahallanglarda maktab yo'qmi? Mechitning yonida Totiq mullam bola o'qitadi. Men u yerga bormayman. Dadam avatmaydi. Uyinglarda sende cho'nglar bormi? Yo'q, o'lib ketibdikan. Hozir hammasidan men cho'ng. 2 ukam bor. O'ylalarning pakar tamlaridan yeziliqlar yot mehmonlarga qiziqish, qo'rqish, hayron qilish bilan to'lgan ko'z nurida qarishatdi. Kichik bolalar bo'lsa mehmonlar bilan billa kelishayotgan Sulaymonni ko'rib, uningga tarliqi kelgandek bo'lib, onalarining to'sqiniga qarmay o'ylalardan yugurib chiqib,
mehmonlar bilan qatorlashib mengishdi. Sulaymon tangtushlarga va hovlilardan marshiyotgan cho'nglarga qarab qo'yib mag'rur mang'atdi. U do'stlarining texmu torliqini keltirish uchun qo'lidagi xurum sumkini atay u qo'lidan bu qo'lga yo'tkab qo'yatdi. Ba'zida bolalarga qizg'inish tuyg'usida o'rpiyib qo'yatdi. Mayli, billa mangson o'g'lim. Sizlarning uyga borganda men ularning hammasini mehmon qilaman. Boshqa bolalar bu chiroyli burut qo'ygan mehribon kishining so'zini anglab, yuraklanib texmu yaqinroq mengishdi. Mulozim yigitlar bolalar bilan chaqchaqlashib mangdi. To'xtajimi ulardan uni buni so'rab qo'yatdi. Faqat Ahmad apandilar bolalarning to'pichang bilan bosgan yuz ko'ziga, jul-jul kiyimlarga qarab, battam biror narsani yutayotgandek tuprikini yutib qo'yib jim mang'atdi. Ular Sulaymonning uyiga yetib kelganda Әгішіп келген балалар Сулайманның баш иғытышы білән дәрваза түбіде қылышты. Сулайман мehmonlarni башлап ойлыға кіріп келді. Ularning әң avval көргені ойла сұпыста yig'layotgan 5 yoshlardagi qiz va uni bezlayotgan ayol bo'ldi. Xo'jayin ayol mehmonlarni ko'rib, tengirqab turib qoldi. 3 yillik yig'iliq ishlarni hudukchan qilib qo'ygan edi. Shunga bu ayolmo dastlab yo'chun mehmonlarning kirib kelganidan qo'rqib ketdi. Biroq mehmonlarning oldida xushal-xuram kelayotgan o'g'lini ko'rib, ko'ngli sal aromiga tushdi. Yig'layotgan qizchaqmo yig'isini to'xtatib, bularga qarashqa boshlagan edi. "Ashu yig'lang'o mening kichik ukam, eti talay qiz", dedi Sulaymon. Bu gap onanimi, talay qiznimi hayron qoldirdi. "Assalomu alaykum tuqqanlar", dedi Mamtili apandi supaga yaqin kelganda sohibxonga salom qilib. Bu mehmonlardan o'zini daldiga ilishni yoki turaverishni bilmay tengirqab eshik tubida turib qolgan ayol salomni ilib bosh langishdi va uyda kishi yo'q, dedi bir xil chekliguchi ohangda. Biz Sulaymon bilan yo'l ustida do'stlashib qoldik. Yanglishmasam, yangimiz Sulaymonni onasi bo'lsiz-g'o deyman, deb so'radi Mamtili apandi qilcha tortinib turmay. Bir xil ishonchga to'lgan talaffuzda o'zini erkin ozoda tutib, biz Tudaxunkamga hojatimiz tushib kelyotdik. Ha, voyay, esim qursin, uyga kirsizlar, bir piyola choy qo'yay. Rahmat yanga, biz mushu supudala o'ltirayli. Sulaymon bizni Tudaxunkam bilan tunishtirib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Biz Kachonga o'tmoqchidik. Obdan bo'pti. Dadasi bir yoqqa ketgan edi. Keladigan vaqtimo bo'lib qoldi. Xafa bo'lmay birdam o'ltirishib turishsala, dedi ayol supuga kigiz silib, ondan mehmonlarning unmag'iniga qo'ymay ko'rpa silib. Bu chog'da to'xtachi mulozim yigitlarga pichirlab, "Qandoq, Mamtili apandi bo'lsa bizga har yerda ko'pa yekanda ustida o'rin bor. Uningga hamma odamning uyi o'zninkidek", dedi chaqchaq qilib. "Rostilla, u qaltis odamkan. Nech kundan yoqi ko'ryapmiz ya. Oqtamda u No'ruzda birdamdala yurtni qizityapmidimi?" To'xtachimu Oqtamda bo'lgan No'ruz faoliyatini eslab, vujudi qayta hayajondan qizishib ketdi. Davomi bor.